Xalqaro vaziyat va kun tartibi nomli programmamizga xush keldinglar. Her hafta o'tkazilayotgan bu programmamizdagi mehmon bo'lsa, Hacettepe Universiteti Adabiyot fakulteti tarix bilimi o'qituvchisi, doçent doktor, shundaqla bizniki institutimizning mudiri Erkin Akram muallim bo'ldi. Muallim xush keldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Aziz ko'rmanlar, Amerika prezidenti Trump yani bizni hayron qoldirgan qarorlarni, yani bayonotlarni berishga boshladi. Bu Ukraina haqidagi bayonoti bizni texmi hayron qoldirdi deb bo'ldi. Yani Zelenskiy dedi ki sen işgalci emas, ya, Putin işgalci emas, sen işgalci. Putin'de günah yok, sende günah var. Yani sen bu işini başlattın degende bundaq bir eyipleşlerini bildirdi. Şundaqla Biden devrinde Ukrayna üçün xeyligen, yani benim bilişimçe haberlerde görüyorum 350 milyar dolarını sen qaytırıp berişin gerek. Eğer qaytırıp vermesen seninki Ukrayna'daki bu yerastı bu kan baylıqlarını bizimki yetişimizge, işletişimiz ruhsat kılışın gerek dep onun aldığa bir kelişim koyganlığı. Hatta onu okumayla imzalaşın talep kılganlığı bildirildi. Bu halkara münasebet mütehassisleri bu Trump'ın bu kılmışını, yani bu işini bu lükçeklik degandek bir isim bilen ta'riflagan bo'ldi. Bundan boshqa Trump'ninki bu Ukraina haqidagi qarori balkim Rossiya prezidenti Putinni nihoyatda bir suyundirgan bo'lishi mumkin. Biz bugungi programmamizda Trump'ninki Ukraina qarorininki Yevropaga qanday ta'sir ko'rsatganligini, Yevropa davlatlari qandaq inkas qaytarganligini shundaqla nima uchun Ukrainaning ziyniga Putinning foydasiga bunday bir qarorlarni chiqarilganligini, Trumpning maqsadi zot nima ekanligini, shunday bir sharoitda Xitoyninki pozitsiyasininki yoki shunday sharoitda Xitoyninki qandaqdir bir harakat qilganligi haqida to'xtalib o'tamiz. Ma'lum oldi bilan Trumpning bu Ukraina qaroriga siz qanday qaradingiz? To'g'ri, men qolgan mutaxassislarga o'xshash, ya'ni Trump nima uchun xalqaroda o'rtaq bo'lgan bir axloqiy ko'z qarash, ya'ni tajovuz qilganlarga qarshi chiqish kerak va ularni qo'llab chiqarib o'tish lozim degan bu axloqiy ko'z qarashga nimishki buning ta'sirini so'zlaydi. Demak, bu keyingi mushu 100 yilda dunyoda shakllangan bu xil ko'z qarashlar bu Trump bilan buzilyapti. Ya'ni 19. asrda bo'lgandek kim kuchli bo'lsa shu jahonni so'raydigan, xalqaro qonunni tonimaydigan, xalqaro normlarga chattig'i bo'lmaydigan, uningdan keyin bu xalqaro muassasalarning rolini ijro qilmaydigan, qonun tanimaz, qoida tanimaz bir dunyoga qarab mingyapmizmi degan bir ansirashni yaratyapti. Ya'ni Trump agarda shunday bir niyati bo'lgan bo'lsa, nimishki qo'l ostidagi odamlar buni o'qatmaydi. Ya'ni bu diqqat qilayli, bu xil ko'z qarashlar dunyo tarafdan qabul qilinmaydi. Shu Xitoydek, Rossiyadek mushta diktator davlatlar buni yaxshi ko'rdi, chunki Xitoy va Rossiya shu 30-40 yildan beri ko'p qutbli dunyo tuzumini xohlaymiz, istaymiz, shuning uchun kurash qilamiz deb kelgan. Ya'ni g'arb markazlik bir dunyoni yiqitimiz deb kelgan. Hozir Trump o'zi shu Rossiya Xitoy uchun yiqitib bergandek ko'ringandan keyin nurg'un odamlar hayron qilyapti. Chunki bu keyingi 500 yillik tarixga qaraydigan bo'lsak, bo'libmi bu xalqaro munosabatlar tarixiga qaraydigan bo'lsak, her yükselgen bir güç bu dünyaya bir tüzüm, bir sistem, bir nizam keltirip dünyanın muşu kılıpka kırgızışka tırışıdı. Şununla siyasi ahlak, siyasi normlar muşnunga karab şekilleniyordu. Ama bu Trump Amerika'nın 2. Dünya Vuruşu'dan beri kurup çıkan haberka tüzüm sistem normlarını buzuladı. Şununla gayreti körüvatımı bu uzun müddetlik mi bu siyaseti Trump'ın ya ki bir nesde bir meselede menfaatini koluğu düşürüvağıca kısa vakitlik bir siyaset mi onu mu hazır deyiş biraz kıyın. Ona şu aldığımızdaki tarakkiyatlarga qarab biraz iniq cevap belgili oldu.
Trump'ninki Ukrayna haqida qarori amaliyotda Yevropa Ittifoqi bemosita munosabat deb qarayman. Chunki Trump davomli deb kelgan. Ya'ni NATO a'zolari o'zini o'zi qo'llash kerak. Chunki Ukrayna urushi boshlangandan beri, Ukrayna Rossiya urushi boshlangandan beri Yevropa davlatlari Rossiyaga qarshi Zelenskiyni Ukraynaga qo'llab kelgan edi. Bu masalan deyli, Trump dedi ki bu sizinki Avrupa devletleriga. Sizlarninki bu milliy daromadinglarning faqat 2%ni mudofaa ajratyapsizlar. Ama bundan keyin cho'qim 5% chiqarishinglar kerak deb Yevropa davlatlarini izchil ogohlantirib kelgan edi. Bundan boshqa mening bilishimcha ma'lum bu Daniya hukumati yaqinda bir istixborot yoki bir doklad e'lon qilibdi. Dokladda bundoq bir, ya'ni Rossiya Ukrainaga tajovuz qilishga boshlagandan keyin Polsha bo'pmi? Polsha o'zininki mudofaa rasxodini 7% oshirgan. Ya'ni 20 milliard dollar oshirganligi bildirilgan. Chunki Polshadagi bir davlat nisbatan 20 milliard dollar az pul emas. Yani en ko'p endişe qilgan davlat Polsha mening bilishimcha. Chunki yaqin bo'lganligi, chunki burunbo bundaq bir tajribasi bo'lgan Polsha davlatininki. Daniyanınki bu men deb o'tgan istixborot dokladida ma'lum. Yaqinqi masalan shu 2005-yili 8-oygacha cho'qim bir Yevropa davlatlari birisi Rossiyaning hujumiga uchraydi, bu bir. Ikkinchisi 2 yil ichida Baltik davlatlari Rossiyaning hujumiga uchraydi. 5 yil ichida butun Yevropa qit'asi Rossiyaning keng ko'lamli hujumiga uchrashi mumkin deydi ekan. Endi bu istixborot dokladlari eng ichinishli, qo'rqinchli ssenariyni yezib muştaq oturup qo'ydigan o'xshaydi mening bilishimcha. Bundan boshqa bu bir. Ikkinchisi masalan Biden davrida bu Amerikaninki Yevropa davlatlarida 100 mingdek askar bor deb bilimi. Yani nurg'un harbiy bazalar bor deb bilimi. Ama Trumpninki bu Yevropa siyosatining o'zgarish bilan yilg'u 100 ming askarni qo'shish emas, Yevropaningdagi Amerika askarlarini chekintirib chiqishning gapi bor. Eğer bundaq olsa bu Yevropa devletleri nima Rossiyaning tehdit ostida qoldi degan gap. Chunki ma'lum siz davomli ta'kidlab kelyapsiz. Rossiyaningki iqtisodiy urush iqtisodiga tayangan. Chunki Rossiya bu Ukrainaga jang qilish jarayonida nurg'un bu mudofaa jihatdan yoki urush jihatdan bir qobiliyatga erishdi, maydon jihatdan. Balki ojizlab ketgan bo'lsa-mu, ammo Yevropa davlatlari bundan uzoq bilarlar. Yani demek şu oğlum, Trump'ın bu kararı ameliyatda Yevropa'nın bir yağız taşlap qo'ygandek, Rossiyaning qo'lini texim kuchli qilgandek, hatto Putinni texim bir niyatini, xirisini, havisini texim bir oshirdigandek, kuchaytirgandek bunda bir ahvol bor. Yani şu noktadan Trump o'ziniki uzundan beri yani Amerika medeniyetine o'xshash bir Anglo-Sakson sistemasi qurilgan shunday bir o'zining ittifoqdoshini Rossiyaga qurbon qildi desak, oshirayotgan bo'lishi mumkin ama shunga aciz o'rinlashib qo'yadigan ishlarni qilamiz sizce? Hazır bu Avrupa Birliği devletleri Amerika'nın kılıbatkanlığından qattiq ensirash tuyuvadıdı. Onun için Avrupa devletinin içidimi cemiyet karakterlik meselelerimi köp var. Misalga Germaniyadaki bu da saylamdaki bu ahvalla yani oңçıla bağan seri güçlenivadıdı. Ve şundakla bu NATO'ya karşı bular. Amerika bazı oңçılar Amerika'ya karşı. Onun için Germaniyanın milliyetçiliğini yükseltişke tırışıp kelyaptydy. Bu ahval yani Fransiyada, mında çoğ devletlerde mi görünüyordu? Trump'nınki Avrupa qartılgan siyaset, ebeki digen Avrupa'nı oңçılaşış hareketini tızlaştırdı. Çünkü bu Trump'nın kılvatkan haksızlık da gördü. Bu haksızlıkka karşı üzümüzünü kovdumuzak bulmaydı. Amerika'ya karşı bir ittifak izlenişe başlaydı. Bu izleniş olsa Rusya veya Xitay buladı. Yani Amerika'ya karşı. Amerika bularını bildi dep oylayman. Bilip turup nemiş kıldı degen vaxtıda bunun cevabını izleşme kıyın hamdi. Şununla bu Amerika ve Avrupa'nın arasındaki bu jiriklikler başlap gitti. Aslında bu Cumhuriyetçi partiler normalde Avrupa'nı biraz töven gördü ya da kemsitdi. Öz vaxtıda George Bush hakimiyeti vaxtıda mı
Şu vaqtdagi amaldorlarmi yeni Yevropa, kona Yevropa bular shu o'zininki ishini qilolmay bizga tayindi deydigan ashula ko'z qarashlar bordi datdi shu vaqtda. Hozir texmi aniq deydigan bo'ldi. Ya'ni Amerika o'zininki kona sherikni tashlab Rusiyadek kim biladi atugün Xi Jinping Amerikani ziyorat qilgan chog'da Xi Jinpingni yeniga ilib olamdi. Misalga tönü günlerde Birleşken Devletler Teşkilatı'nda Ukrayna'nınki urushini to'xtatish va tinchlikni barpo qilish bilan munosabatlik bir qonunnomaga, ya'ni loyihaga qo'l qo'yganda, ya'ni ovoz bergan vaqtida Amerika, Rossiya, Xitoy, Shimoliy Koreya, İran, ashula davlatlar bilan Amerika o'xshash navbatga kiribdi-da, ashuni tizilibdi. Ondan keyin bununla karşı çıkanlar bo'lsa Yevropa devletleri. Yani bundan evvel bütün kararnamada Amerika ve Rusya, Xitay, Şimali Kore ulanınki Katar'da bo'lmadi. Hazır ulanın Katar'ga o'tgan gap Yevropaga karşı chiqib. Yevropanınki shu loyihasiga qarshi, ya'ni Ukrayna'nın jangni to'xtatish meselesinde o Amerika karşı çıktı da Avrupa'nınkiga teklifnomaga. Shuningga bu ikki tarafninki jidali hozir boshlab ketdi deb ko'rsak bo'ladi hamdi. Misolga maqatim Germaniya saylamda birinchi partiya bo'lgan partiya raisi Merzmi burun Amerika bizningki ittifoqdosh unda bunda dedi hozir ochiq Amerikani tanqid qilgan bo'ldi. Bu ikinci parti degan, FFT degan partimi biraz nemis milletçiliği güçlü olan bir partiyamdı. Ularma şu Xitayga bir yakınlığı var ularning mı? Misalga bu Bişedeki parti, Bişedeki ayağının Xitaycı bilgenligi, Xitayninki Merkez Bankada işlegenligi, Germaniya bilan Xitay arasında ticari bu finans meselelerde müzakere kılvatkan ceryanında onunla katılganlığı degendek. Yani bunundan keyin Yevropa bu yalnız kalgan takdirde izleydiğen şerikleri şu Amerika bilan burunqi, yani hazırki Trump'ın Amerika emas da bundan evvelki Amerika'nın rakipleri bo'lgan devletler buluyordu. Yani hazır bir Trump'nınki muşundaq mantıqı bilan rasyonel bir düşünce bilan tushundirish qiyin bo'lgan bir siyosati bilan birlikda bir qaylamqanchilik bir ahvolga kiryotdi. Chunki bu xuddi bir shok urgandek, insonlar buning oqibati nim bo'ldi deganini aniq deyolmayotdi. Shuningga kalisiga nim kelgan bo'lsa, ashuni hozircha deb kelyotdi. Shuningga bu Amerika Yevropaning munosabati haqiqatan shu buzilib qolsa, bu g'arb degan jamiyat deylik, bu jamiyatninki qimmat qarashlari, uningki ilim merkezi, felsefe merkezi, siyasi merkezi degan narsalar yo'qolib ketishi mumkin. Chunki cho'g'ildi, buzildi. Yani bunda ahvolda Amerikaga qanchalik foyda bo'ladi? Hozir mutaxassislarmi ba'zilari yomon bo'ldi deydi. Ba'zilari deydi Amerika mushu Trumpninki urib chekishi bilan, buzishi bilan Amerika belki kona qilibdan qutulib chiqadi deydi. Ba'zilari buning ta'tirini deydi. Bu buzg'ashqa hamda tuzalmaydi deydi. Ala deydi buzg'ashqa yengisi quriladi deydi. Hamda yengisi qurilishi uchun nurg'un ideya, tushuncha, pul, maddi kuchlar, nurg'un narsalarga ehtiyoj tuyuldi hamda. Hamda bugun teknologiya musobaqa vaqtida, urush, talash tortish qilayotgan vaqtida Amerika agarda Xitoydagi boshqa davlatlarga ergashamasa, bu yüksek teknolojiyaning salohiyatini tatqizib qo'ysa, u vaqtida Amerikaningki iqtisodiga nurg'un ziyon keladi.
Şununla iniq mav ah mav kök diyeleydiğen devir ötep git bardı. Bir kaylamkan bir dönem bir devir kırmadıdı. Yeni bir tüzüm tehi kanda kuruldu o tehi ufukta görünmeye vardı. Şununla Şopin'in bir sözü var o taşını tutup deryadan ötüş degендek. Yani karanlıkta bu yakını tutup mangdıgan bir devirge kırvatkan dek turdu. Däl şeýle bir işki sual peýda boldy kalamdy malym. Däl şu Amerika Ýewropa münasibeti muşdaq bir kaymakançylyk kirgen bir wagtda Hytaý topulandy togaş ogurlandy bir. İkincisi Ýewropa ýa-ki Garip döwletleri kandaq bolmasun bizimki kadriyetleri var. İnsan hakları diýimiz, erkinlik diýimiz, demokratiýa diýimiz. Bu bizimki Şerq Türkistanlykla Uygurlar paýdalyk idi. Ve muşu kadriyetler boğalık üçün biz Avrupa'daki bizimki avazımız hep köp yaڭırgan. Muşu iki näse täsir göçüramdy. Yani Xitayla toplanıp togaç ogurlamdy bir. İkincisi bizimki dawaýymyz Avrupa'da ýa-ki Amerikada pesip gitemdi. Çünki biraz burun dep ötdüňiz. Bu Avrupa'da meselem Germaniýadaki saýlamda oňçulylar ýa-ki milletçiler tutup çykdy. Siz buna kандай garaýsyz? Bence bu Trump'ın bu xil siyaseti Xitayga bir imkan berdi. Çünkü Trump Xi Jinpingni maqtagan, Xi Jinping bilan ag'ini bo'ldiganligini ifade qilgan ve Xi Jinpingni yaqinda shu nima Washingtonga da'vat qildi, chaqirdi. Bu yerda nurg'un masalalar so'zlash mumkin. Shu hozir kun tartibi bo'lgan TikTok'dan shu Asya Tinch Okyanusu'daki xavfsizlik meselelergacha şu Tayvan meselesinden bu Cenab-ı Xitay denizi meselesi geçer. Belki bu Hong Kong, Uygur, Tibet meselesi gün tertibi kesme. Bula moyun bir timi bulmaslık mümkün. Trump belki imkan boğaça şu Xitay bile inak ötüşüne tırışıdı o dep bir xil görüş buludu. Yani bir xil bolsa bu Rusya bilan Xitoyning munosabatini buzish uchun shuningga bu Rusyani o'zining yaqin, ya'ni Trump o'ziga yaqin tortib, shuning arsini bozmoqchi deydiganlar bor. Onundan boshqa Amerika, Rusya, Xitoy bu uchchi shu jahonni so'raydigan va jahonni bo'lishib oldigan jahonningki shu taraqqiyatiga yol sızdıgan, yol yoruq berdigan müşündaq bir guruhni kurmakçı deganlarmi bor. Ama nima desa desin, Xitoy bundan 4-5 yıl evvelgi, yani 2019'dan bugungacha bu pek qiyin bir ahvolga tushib qolgan Xitoy, mayli diplomasiya jihatdan, iqtisod, tijoriy, nurg'un jihatdan. Hozir Xitoyga azroq bo'lsa bir kun tug'ilgandek. Yani Amerika bilan bo'lgan munosabatni agarda shu savdolashishda agarda kelishadisa, ularning munosabati burunqidek yirik bo'lmaydi. Yani düşman bosma, düşman arasındama ma'lum menfaat uchun yana chiqish olmaydi. Bunda bir paytda Xitoy bu muhitdan, yani siyosiy muhitdan foydalanadi. Yani o'g'irlaydigan to'qash bo'lsa hammasini o'g'irlaydi. Tayvan meselesinde eğer de Ukrayna meselesinde bo'lgandek Ruslarga topshirib bergandek tırnak içinde Tayvanni Xitoyga topshiradigan bir uçurni, signalni olsa Xitoy Tayvanni ilishga tirishadi hamda. Eğer de bu signalni olamasa belki Tayvanni ilish undaq oson to'xtamaydi, çünkü Amerika u yerdan Tayvanda askerleri var. Ondan keyin Japonya'nın Okinawa, Mavu, Filipin'deki askerlerini misalga deyli çekindirse o vakti de Tayvan yalğız beşiği kaldı, asanla işgal kılındı Xitay tarafından. Muslim meselelerden Xitay çokum fırsatını tepşik tırışıdı ve dünyaya ticaretine tekimi kən kölemde dünya ticaretine ehemmiyet verdi.
Ve şundaqla hazırkı yeterlik teknoloji ve bu teknoloji bile işlep çıkargan mesulatını dünyaya setişke tırşıdı ve teknoloji cette bu Amerika bile boğan rekabetini yine devam kılıdı. Yani hem rekabetçi hem de dostek boğan bir siyasetini Xitay sürdürdü dep oylayman. Hazırgacha Xitay qandaq bo'lganligini aniq demedi. Belki cho'nqur muzokaralarmi değil Xitayning ichida talash tartish qilyotidi deb o'ylayman. Belki shu bu Putinga o'xshash Trump bu chiroyli gapni deb bo'g'icha og'ziga yomishibla birdamdila vaziyatni yomon vaziyatni o'ziga yoqadigan bir vaziyatga o'ngshilishni tirishidi deb o'ylayman yana Xitoy. Ben sizge bu ikinci göz kararıyla dikkatimi tattı. Mesela bu Brzezinski'nin bir Sovet tuzu kadar bir tuzu kadar bilmemdi. Yani Sovet İttifakı'nı, sabık Sovet İttifakı'nı Afganistan'a tatip, işgal kılıp bir şarait yaratmagandek kılıp, Sovet İttifakı Afganistan kirdi, Afganistan kirip, bilmezgil turgandan keyin chiqib ketdi, ama ajizlab ketdi. Yani Sovet İttifakı'nınki yemelip ketişte Afganistan'ın kirişime bir tesir bol deb bir ko'z qarash var. Bunu da Brzezinski tuzuqi deb ataydi ekan. Xalqaro munosabatlar kitoblarda yoki sohasida. Da mushu 90 chiqish qilgan ba'zi mutaxassislar hozirgi Amerika yoki Amerika boshliq g'arb davlatlari bu Rossiyani Ukrainaga ishg'ol qilishga zo'rildi. Ya'ni demak shug'ini Ukrainani NATOga olamiz dedi. Shuning bilan Putin qo'pib, sen NATOga kirgan bo'lsang, men seni ishg'ol qilma. Ya'ni Ukrainani tatib turib, Putinni nimaga kirish? Ukrainaga hujum qildirish. Agar hujum qilgan vaqtida, bu qanday bo'ldi degan vaqtida Amerika va g'arb davlatlari birlashib, tabiiy holda bu Rossiyaga iqtisodiy jihatdan embargo yurgizgan bir mashruiyat, bir asosga ega bo'lgan bo'ldi. Yani Rusya'nın iqtisodiyotdan vayron qilib o'tish yoki ojizlashtirib o'tish deylik. Bunday qilganda SWIFT, ya'ni Rossiya qo'lidagi dollarini xaylamaydि degan gap. Xalqarodagi dollarini. Chunki masalan davlat xazinasida Rossiyaning 600 milliard puli bor deylik, misol deylik. 600 milliarddan faqat naqd pullar 50 milliard dollar. Buni ishlatiladi. Ammo qolgan 600-550 milliard dollarni SWIFT, yani ayada bo'g'anlik uchun ishlash imkoniyati tez. Yani ishlatilmaydi. Chunki embargo var. Bundaq avvalasi qanday bo'ldi? Siz degandek, Rossiya majbur muzokaraga o'tirdi. Muzokaraga o'tirsa, Xitoyga qarshi bir ittifoq tuzildi. Degan ko'z qarash bor. Endi bu yerda Xitoy bo'lganligi uchun bu yerda diqqatim tortdi. Siz buni qanday qaraysiz? To'g'ri, Brzezinski yani kitobida shuni yozgan. Amerikaga taqobil turadigan, Amerikaning beshiga dard tiralaydigan bir ittifoq, ya'ni eng muhim va eng kuchli ittifoq Rossiya, Xitoy, Iran. Bu üç bulunluk ittifak eğer de kurulsa Amerika'nınki işi çatak dep kitaptımı yazıldı. Hazır Trump ula bile ittifak kuruluşununki yolunu izlevadıdı. Yani Brzezinski mandat ise ben tətürini kısam, şununla Amerika'ya ziyan kemeydi dep oylavatamdı. Siz bayağı diyen o Brzezinski tuzağı o nime Biden hükümeti vakti de ajında köründü de şu canlı uzun sozup Rusya'nı ağızıp ahırı şununla her Rusya taraf aciz kılıp ondan keyin teslim bo'ldigancha Sovyetler öz vaqtida Afganistan'da bo'lgandek. Bu rosa shundaqmi? Bular e'lon qilmag'achqa biz bilamaymiz hamda. Bunu belki 50 yıl normalde Amerika'nın arxivlerinin içiliş 50 yıldan keyin buludu. Şu vaqtlarda belki biraz bir narsalarni o'rganaymiz, nima deb o'ylaganligini. İkinci, bu ba'zi mushu ishlarga aralashgan pensiyaga chiqib ketgan yoki hukumat vazifasidan ayrilganlar o'zininki xotirasini yozdi bu. Belki u yerlarda ko'ralaymiz. Hozircha deyamaymiz, ama taraqqiyot va vaziyatga qarab taxmin qila olamiz. Yani Rusya'nı, Ukrayna'nın patqaqqa patırıp
avar kılıp onu üyege bağlaş ve bütün gücünü toplap onundan keyin Xitayga karşı çıkış. Hazır bu Trump ta'tirini kılıvatıdı. Yani Rusya'nı kollap Xitay bilan do'st bolup bu jahondagi meselelerini hal qilman deydi. Yani tinchlikni qo'g'dayman deydi. Ama bu Amerika'nın, G'arbning qurib chiqqan sistemga meydan o'qiydigan Rusya ve Xitoyni yeniga ilib olsa nim bo'ldi? Amerikanınki bu alayidligi nim bo'ldi? Bu yerdami yana nurg'un bir mesele bor-da endi. Belki şu Rusya bilan Xitoyninki orasini buzaman, shuningga birini tortib birini yiroq tutaman deb o'yinni o'ynayotgan bo'lsa kerak, ammo bu o'yinlar pek bir ko'na o'yin bo'lg'achqa u Xitoy va ruslar bilib ketadi bu o'yinni. Belki bularmi mushtaq o'ynaydi deb o'ylagandi Xitoy bilan Rusya. Bu Trump mushu gaplarni, mushu ishlarni qilayotgan jarayonda bizma oladigan manfaatni hammani ilib, ondan keyin bu Trump biz bilan bo'lgan munosabat buzilsin mayli deb onun tayyorligini qilyapti. Çünkü devletler bir nişanlı ve yolu iniq olmagan bir siyasette bir kancı senaryo tayyor qildi. Yani birinci senaryo, ikinci senaryo, üçüncü senaryo deb ondan keyin yo'lga chiqadi. Taraqqiyotga qarab bu senaryoni tanlaydi. Bazen ikki senaryoni birleştirip mangdi. Bazen ayrı ayrı mangdi degandek devletlerin hareketi muştaq bo'ldi. Buni aniq ko'rish uchun bir mezgil yani takip qilish lozim deb o'ylayman. Bunda bir narsa ko'rdim malimni, siz aytgan bir analiz yo'q deyman. Burun bu Trump'ın bu işlere münasebetli, kılgan işlere münasebetli bir niyet şeklinipdi. Trumpizm deydi ben. Belki bunun keyin xalqaro vaziyatdagi yoki Amerikanınki siyosetini tahlil qilgan vaqtida bu Trumpizm degan hukmni ishlatib Eğer de Trump tüzümü deydigan bir ahval çıkıp kalsa bu Fransa'nınki 14. Louis. Yani bu 17. asırınki ahiri 18. yüzyılın aldığı bu dönemde ki Fransa'nın padişahı ama en güçlü padişahı 70 netice yıl tahtında kaldı bu adam. Cihanını sordu. Yani cihan dediğimiz zaman da Avrupa'nı sordu. O deydi bütün güç men, devlet men deydi. Yani hemen nime men deydi yani. Men kılıma, men tüzeyme, men devlet degen men deydi. Men degen devlet degen dek ajda gaplarını degen. Ama bu ölüdüğün vaxtıda yendiki adamlar soraydı. Hem de bu sen ölsen devlet kandak boludu dese, men o ölümen devlet yaşaydı der. Şunun bile bu ölgenden kim Fransa, şunda güçlük boğan Fransa Avrupa'da. Bunundaki asta acizlap, çökep, ahırı Fransa'nın Avrupa'nın soraydıgan halı kalmaydı da. Bu ahval muşu nemikime okşaydı. Bu Mançur İmperiyası'ndaki Çenlong'a mı okşaydı? Çenlong 18. asırınınki ahırı ve şundakla bu 19. asırının başında yaşayan. O vaxtda da Çenlong yani yüzünü bekli kudretli küretti. Hemen nemige kol salattı. Xalqninki o'yiga, tushuncha, yo'l yasash, mushu kiyim-kechakninki tur nima shakli hamma nima aralashib man deydi yani. Eng cho'ng man deydi. Tangri deyamaydi ama undan keyin man deydi. Omi tuzum qiladi, omi yo'l ko'rsatdi, omi sistem qiladi. Ama Chernondan keyinla Manchur imperiyasini cho'kishiga qarab mangdi. Shuningga bir inson agarda haddidan tashqari bir yüzünü aşına üstün köygen vaxtıda onundan keyin çöküşge qarab mangdı. Ya onundan keyin ya da onunki qiyirgan yaşlardan itibaren çöküldü. Hem de bu tarihteki misallarını çokum bugünkü birisi bile bağlap çokum muşlaq buldu diyemeyimiz. Ama tarih misallar bizge tecrübe, savak bir eleydi. Muşnun qarab hem de bir insan bek haddidan işip gidadigan ve haddidan tashqari bir siyosetni mangzug'an taqdirda onunki eksi inkazlar bo'ldi.
bu eksi inkazla onun normal siyaset halini onu bozup yürüdü. Bozulgandan keyin hem de onu tüzeş kıyım buldu. Hemimiz bilimiz bu öyle. Bir narsa bozulsa tüzeş kıyım buldu dep. Bir şey bir narsa koysam bu Trump birinci qatam hakimiyetga kelib tushib ketdi-ku, saylanmadi. Shu vaqtda bu Trampningki so'zlagan nutqlarini maxsus tadqiq qilgan mutaxassislar bor endi. Tramp bir nutqida qancha qatam yamancha qilib "men" degan gapni qilibdi endi. Dal mushu "men" degan gapin Trampni kiberlik odam ekanligini tahlil qilib yozgan psixologlar bor. Bu birincisi. Ikkinchisi, bu Türkiyalik lekin Amerikada uzun yaşayan Nobel mükafatı erishgan Davron Ajamoğlu bor iqtisod sohasida. Mashhur odam endi. Amerikada eng nopuzluq universitetda ishlaydi. Dunyoga tanilgan iqtisodshunos. Onun ve ekibi yani grupsidagilar bu belki mühim bir jurnalga maqola yozdi dema. Unutilib qoldim yomondim. Ama deydi ki 2050 yildagi 2050 turib ben Amerikani kuzetsem Amerika mana bo'ldi deb shu gapni yozdi ekan xulosasi. 2050 yili Amerikada demokratiya qolmagan, Amerikada erkinlikni asari qolmagan, Amerikada iqtisodiy yoki muassasalar ozishib ketgan. Amerika qisqasi Amerikani Amerika qilgan butun qadriyatlar vayron bo'lib ketgan. Ashta bir Amerikani ko'rgandek bo'lyapmiz degan bir gaplarni qilib qo'ydi. Balki buni Amerikada yashayotgan Uyg'urlar anglasa bu Amerikada turmaydi ikkimizni degan bo'lishi mumkin edi, ammo men qanday bo'lsin yoki siz biz bir nupuzluq bir iqtisodshunos shunaqa Nobel mukofotiga erishgan bir odamninki tahliliga, analiziga yoki taxminlariga albatta e'tibor qilamiz. Bu Trump bir kıtım yüzüne kral buluşunu xalayman diye. Onundan kim Mao Xi Jinping'ni o bir diktatör. O degani 1,4 milyar insanla başkuruvatkan uluk adam. O bu uladekmi buluşunu xalayman ben. Yani ko'nglida tegidekde bir padişahlık yani bütün hukukunu koluğa düşürüvagan bir padişah buluş arzusu buluşu mümkün kişideçi. Eğer de aşinalı olup kalsa bu bütün şu garplıklarının 500 yıl şu tatkan bütün cabalar, bütün ölümler, hem kıyınçılıklar bile aran tapkan bu kıymet karaşlar bula tügüşüdendi. Eğer de bu tügüşse garp olamaydı. Şunun bular Rusiyaga, Xitoyga, başka bazı devletlerge paydılık buldu endi. Bularga kun tug'di endi, kun tug'ildi. Şununla bir mezgildan keyin balki bu xil talash tartishlar texmi ko'p bo'lishi mumkin. Ama Xitoydek, Rusiyadek emperyal arzusu bo'lgan ki İranmı shundaq ve kona 19. asrdan evvelki bir cihanni eslep kılıp kelgan bu devletlerge ma bir imkan peyda qilib yani bular mı deydi biz şu tarihte şu en kudretlik yaşayan vaxtidagi topraklarni qaytarilishini xalaymiz, biz isteymiz, alimiz deb qopsa bu dünyanınki tamponluğu buzulupla gitdi, çugulupla gitdi. Ondaqda bu bizdek kichik milletler bu buzuluşunun içinde hem de izlep tökülüp belki texmi çoğun en kıyın bu Japon'a tatıdığan bir günler kip kalıdı da eğer de müştak bu pasa tabii. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Muallim sizga ko'p rahmat. Ben rahmet eyledim.